Ha, pas ustani o'g'li, soch olishgami? O'tir qanimga. Usta, sochim pul boks qilib olib qo'ying. Kanikuli bo'shagan, kalga olamiz. Aka, sok olib kelaymi yo energetik olib kelaymi yo kokosga turmushga tiqib olib kelaymi? Iloji bo'lsa avokadoni vijimalkadan chiqarib olib keling. Usta, lekin sochim yuvmaganiga bir 15 kunchalar bo'ldi. Sochni olishga bosh yuvish nima aloqasi bor? Chiqib ariqqa tashlaysan, ye. Lekin sochimni yarim soat oldin yuvdim. Yuvmasak vaqt kam ketganda tuyuladi-da. Ha? Muziga qalay deyman? Yo'q, desa bo'lna. Aka, shularni pasaytiring. Usta, nima, taroqchangiz yo'qmidi? Ustasiga farqi yo'q, men rissovga olib yurmayman-ku. Shuncha narsalaringiz bor. Birontasini normal ishlatmaysiz. Ne olgansiz? Bu marketingda bu, narx tushib ketmasin deyman. Bittagina aqircha sepamiz tamom. Soching ham o'sib ketdi voy. Nech pul bo'ldi usta? Bor puling olib qo'yotang, taniyman masala. Pulingga koko olib yeysan. Koko zo'rda. Ey, super ko'p bo'ldi-ku, sochingizdan. Ha, bizdan nech pul bo'ldi? Endi siz doimiy klient bir qo'l haqqi bir $100 bering. Ha?